Ana. Va so'nggi bloklama tayyor. Hashtag qo'yamiz. Va tayyor. Va xo'sh. Mana va mana va bo'ldi. Mana endi faqatdan tayyor bo'ldi. Mana nihoyat va bo'ldi. Umid qilamanki, hisob-kitoblarga ko'ra bu yonib ketmasligi. Xullas kalom. Tavakkal. Yonib ketsa, yonib ketmaydi. Va harakatdan o'tkaz siqab qo'ysam bo'lar ekan. Men o'rtasida ham joy qolsin dedim. Qaysi kalla bilan shunaqa qildim men hozir. Ko'chirishni so'rasang xavfli, hisob-kitobini olmaganman. Hozir o'sha 3000 joyim normalniy. Bu endi oynalarni qo'yishni boshlaymiz. Va ketdi. 3 4 bir stek oyna yetib qoladi. Va tayyor. Ana. Ajoyib. Mana shunaqa bo'ladi uylar. Xudo xohlasa bitib qoldi. Bitgandan keyin bir kara ko'ramiz qanaqa ekan. Yaxshimikan? Yaxshi chiqdimi, yomon chiqdimi? Hali ko'rsataman uyga. Kommentariyaga 10 balli baholashni yozib ketinglar. Necha baho qo'yasizlar? Ortqizib tasbishda ort qo'yish kerak. Bo'ldi. Hozir qaytamiz deb fakir olib kelamiz. Fakir emas endi. Bittani uni olib kelamiz, keyin fakir. Keyingi seqilini uni paketlaydik, uni o'zim olib kelamiz. Yana yondirib aytganman degan. Mana uni tutamiz, buni ustida olamiz. Plus uchamiz. Tayyor. Buni tagida unaqa olib boradigan portal bor. O'shaning uchun shunaqa qilib qo'yganman. Yo'q, uni tagida bilmadim, unaqa narsa yo'q edi. Va tayyor. Endi fakir esa butani yoritish kerak.
Tayyor. Bitta, ikkita, uchta. Creeperlar shunaqa yomon ko'raman. Kimga creeper yoqmaydi, kommentariyaga yozib ketinglar. Juda yomon ko'radiganlar bo'lsa 100% yozinglar. Butga qilishim shart emas, chunki but o'zi yoriq. Faqatgina mana bundoq qilib tayyor. Ana endi bo'ladi. Endi paydo bo'lmasligi ham kerak va biz mana bu yerga o'yinni olib qo'yishda davom etamiz. Bemalol yetarkan boshda o'yini. Hatto kupamiga 48 ta ham yetardi. Yo'q, 48 ta yetmas ekan. 2 dona ortib qolar ekan. Mana bu taqdirda ham men bitirdim. Kirish da o'zi qolgan. Asabi buzyapti. Va tayyor. Mana bu. Ana endi bo'sh vaqt yetib keldi. Tadam. Shunaqaga. Do'stlar, izohlarda 10 ballik sistemada baholab keting. Men masalan 10 dan 10 qo'yaman. Yana qonutda anaqa zo'r qilma, xuddi haqiqiy hayotdagi uydek bo'ldi. Menga rosa yoqdi. Undan o'zim uchun 9 beraman. Sizlar bo'lsa yozib ketinglar. Undan necha berasizlar? Quyosh botsin. Uchta yo'lni qo'y. Meni yoqtiradigan rangim ko'k. Ko'k rangim bor bo'lishi kerak, faqat yo'qtiradi. Bitta topildi. Buni 3 xil rangish kerak. Sakar qamishlarni yig'ishtirib kerak. Hali ularni avtomatik ishga qilamiz. Tayyor. Mana bo'ldi. Ana endi bularni tezroq keyingi qismda birinchi o'rinda qishloq ferma quramiz. Qishloqlar juda ham ko'p fermerlar kerak. Ikkinchi o'rinda bo'lsa mob ferma quramiz. Xo'sh. Mana ko'k rang ham bor. 3 ta olsak yetadi. Keting. U ham lekin zo'r chiqdilar. O'zim uchun bo'ladi. Kichkinagina, ixchamgina uy. Mana eshigi yasab qo'y. Qo'lim qiyshayib ketdi. Mayli. Va tayyor. O'zi как раз 3 ta eshigim bor mana. Ana bir. Ana bitta. 2 va butga olib chiqadigan yo'l 3. Tayyor. Endi chiqamiz. Qo'yamiz. Va tayyor. Upa tayyor. Yotoqxona ham bor. O'tga skrat qilib qo'yaman. Juda ham ko'p sandiqlar kerak degani bu.
shoshmang. Men skrat uchun o'zim alohida joy qurmoqchiman. Ko'p golemlar ishlaydigan joy. Xo'sh, botlarni bo'lsa, keyin o'zim bezatib yuboraman. Videodan tashqari bezataman, o'zim qanaqadir chiroyli bezaydigan so'zlar qo'saman. Bu yer tepasiga bo'lsa, mana bunaqa qilib qo'yamiz. Har xil narsalar qo'shaman hali. Passiyam 1-2 nima qilish kerak va bu yerga sandiqlarni qo'yaman o'zim uchun. Va 4 ta sandiq yasab tepaga chiqish kerak qaytadan. Bu tepaga qo'yish kerak. Tayyor. Bundoq qo'yishik ajoyib. Mana dastur. Chekka kerak va o'rgatamiz. Hozir mana bundoq qilsak, endi dekorativ chiqdi. O'zi qanaqa bo'g'ilgan, o'zim bo'g'ilib ketdi endi hozir. Ahamiyat bermaydi. Mana misol o'zimni qiynab bo'lsam, muhimi sizlarga yoqsa bo'ldi. Sizlar uchun harakat qilaman. Sizlar bo'lsa, men uchun harakat qilib kanalga obuna bo'linglar. Qaranglar qanaqa. 4 ta yana. Muzika kirish 4 taga bor ekan deb o'ylayman. Ana va ana. Bo'ldi. Endi o'tiradi sal dam olib. Buni hozir mana bundoq qilib bularni yasab o'tga katta dardimki bo'lmaydi. Yo'q. Boshqa rasm yo'qmi? Yo'q ekan, demak o'zimiz sal yordam berib o'ramiz. Bu ana to'g'ri. Tog' yon bag'illari chiroyli joylar. Bo'ldi. Juda ajoyib chiqdi. Bu yerda o'zimiz endi ayoq qo'shsam, ularni qo'shib kesam. Qo'shib kesib sizlar bilan gaplashib o'tirish uchun joychalar tayyorlab qo'yaman. Va bo'ldi menimcha. Va bu yerda mana bundoq qilish uchun tayyor. Yo'q. Xato qildim. Hamma 6 ta blokka nimaga ishlatamiz hozir? Va tayyor. Bo'ldi. Sal o'yin mana nuqtasi ana endi qiynalmaydi. Bemalol o'tirib gaplashsa bo'ladi. Hali botlagan bu narsa